Dasturimiz davom etadi. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida 60 yoshli sinfdosh do'stlarning mastlik vaqtidagi janjali qotillik bilan yakun topdi. Holat yuzasidan bo'lib o'tgan sud majlisidan samarqandlik muxbirimiz reportaj tayyorlagan. Ichkilik. Oldindan endi bila ishlabgan oldindan balki o'rtasida qanaqadir qismat bo'lganini bilmayman. Qonga belangan holda yerda yotgan otasiga yordamga kelgan yigit o'sha kungi vahshiy qotillikni esdan chiqara olmayapti. U marhum otasi va qotillikda ayblanayotgan kimsaning janjalini mastlikdagi oddiy tortishuv deb o'ylagan. Men ustiga kelib qoldim, shu magazindan kelayotgandim, birinchi janjalda, shuni o'zi tarqalib ketgan ekan, birinchi janjalda urgan, endi men tansiyalar qaytarib qoldi, endi menda odamlarda dedisi bilan. Pastdarg'omda bolalikdan bir mahallada katta bo'lgan keksa do'stlarning mastlikdagi o'zaro janjali qotillik bilan yakunlandi. Holat 2024-yilning 20-noyabr kuni sodir bo'lgan. 60 yoshli sudlanuvchi sinfdosh do'stining mastlikda aytilgan gaplarni unuta olmadi va unga pichoq zarbi bilan javob berdi. Marhum o'zimni odnoklassnikim yoshligidan birga katta qilib bo'lganman. Men do'konga kirdimda bir 300 gram ichib uyga qaytayotgandim. Eshigini oldida u chiqib qoldi. U ham kayfiyatda ekan. Birdan menga nagul shunday yoqadan ushladim. Kimdir ovozi eshitildi. Boboylar, janjal qilmanglar dedi, o'tib ketdi. Shunday kirdim, darvozadan kirdimda pichoqqa ko'zim tushdi. Pichoq oldimda darvozaga keldimda chiqsammi, chiqmasammi o'ylanib turdim. Bir 10 minutlar pastda o'zim boshimni ushlab sheda turdim. Avvalga ular bir-birini nojo'ya so'zlar bilan haqoratlab, yoqalashgan. Mahalladoshlar ularni ajratishgandan keyin har ikkisi uylar tomon ketishgan. Oradan hech qancha vaqt o'tmay sudlanuvchi uydan oshxona pichog'i bilan qurollanib chiqadi va marhumni izlab, uning uyi tomonga boradi. Nabirasini yetaklab kelayotgan do'sti bilan yoqalashib, nabirasining ko'z o'ngida do'stining ko'kragiga pichoq sanchgan. Pichoq oldimda qoniga jo'ra yana uring dedi. Yana ikmak oldim ko'kragiga. Lekin men u eng yaqin ko'rgan o'rtog'im edi, sinfdoshlarim ichida. Juda hurmati baland edi men uchun. Qayerga bo'lsa birga ishga olib ketardim, nima qilardim. Lekin men u do'stimdan hayotda u kutmagandim unaqa so'zlar. Pushaymondaman. Lekin pichoqni ko'rmaganimda balki u ish bo'lmasdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Pastdarg'om tuman sudida qo'llarini o'z do'stining qoniga belagan erkak sud qilindi. Sudlanuvchi o'z qilmishidan pushaymonda ekanligini aytib, suddan o'zi uchun yengillik so'radi. Sudda raislik qilgan Marat Ergashev prokuror, himoyachi va guvohlarning ko'rsatmalarini tinglab, hukmni e'lon qildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi v bandi bilan ilib topilsin. Hamda Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi v bandi bilan Jinoyat kodeksi 57-moddasini qo'llab 13 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Mo'tabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.